Salom do'stlar, Avto bozori kanaliga xush kelibsiz. Bugun bizda juda qiziq mavzu, Malibu ishqibozlari uchun maxsus yangiliklarimiz bor. To'g'ri ayting, bozorda narxlar ham ancha qiziq bo'lyapti. Ayniqsa mana bu Malibu o'yinchoq emas, haqiqiysi haqida gaplashamiz bugun. Unday bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring, narxlarni birgalikda tahlil qilamiz. Qani, ketdik. Endi eng qiziq qism, Malibu qanchalik yaxshi, shaxsan men banandek yumshoq deb bilaman. Keling, yaxshi tomondan boshlaylik. Bunday salonda yotib olib banan yeb, lukdan osmonni tomosha qilish mazza-de. Ha, lekin bu kreslolar shunaqa qulayki, manzilga yetib borganini bilmay qolasan. O'tgan safar Malibuda Toshkentdan Andijonga qatnab kelibsan deb eshitdim, dovonda qiynamadimi? Aka, nimalar deyapsiz? Dovon ustidan uchib o'tdim Malibuda. Endi hadeb Maqtamay minusini ham aytaylik. Malibu degani bu shunchaki mashina emas, benzin zavodi asosiy aksioneri. kecha zapravkaga kirib to'ldirib qo'ydim. Zapravchi bolalar aka, Malibuchilar bizni klient. Bu mashina bizning choy ichganda to'ymay ichadi-ku deyishdimi? Texnik xizmat narxlari dahshat. Bir marta moy almashtirish narxini eshitib, o'zimning moyim qurib qoldi. Ehtiyot qismlar shunchalik qimmatki, mening bananalarim ham yetmay qoldi. Men endi o'z-o'zimga qarab, maymunchalam. Maymunchalarim hech qachon Malibu sotib olmang deb gapiraman. Albatta bu hazil. Albatta bu hazil edi, videoga like bosishni unutmang. Agar sizda Malibu bo'lsa, uni vaqti texnik holatini ko'rsatib turing. Obuna bo'ling. Keyingi videoda mashina sotuvchilar va ularning bananlari haqida gaplashamiz. Kanalga obuna bo'ling. Asosiy Avto bozor kanalimiz opisaniyada. Kirib, o'zingizga qiziq bo'lgan mashinani topishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.